Bu masala muhim masala. Ba'zilarga domla gapirdi, bo'ldi, ketdi emas. Ba'zilar unday xayol qilishi mumkin. Lekin butun hayotimiz mana shu narsaga bog'liq. Bu dunyo oxirat ekinzori. Bu dunyo amalning sanduqi. Sanduqni to'ldiring amal bilan. Erta qiyomatga borganda sanduqni bundoq ochilsa, hech narsa bo'lmay qolmasin. Yoki savobning o'rniga gunoh to'lib qolgan bo'lmasin. Bu gaplarni umrimizda ham eshitmagan bo'lishimiz mumkin. Otalarimizdan ham eshitmagan bo'lishimiz mumkin. Buni jon quloq bilan eshitish kerak. Eshitgan narsa qalbimizga borsin. Bu ma'ruza faqat shior emas, amalda ko'rinsin. Shior emas, qog'ozda qolib ketadigan. Amalda ko'rinsin. Eshitganimizga, bilganimizga amal qilaylik. Alloh amal qilishni nasib qilsin. Hayotimizni Alloh o'zi rizo bo'ladigan hayotlardan qilsin. Iymonni salomat olib borish o'zining huzuriga eng oliy baxt. Ana shu oliy baxtni Alloh nasib etsin. Uni so'raylik biz.